Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugungi 13-darsimizda uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Mavzu ko'p xonali sonlarning o'qilishi va yozilishi bo'yicha. Ikkita uyga vazifamiz bor. 11-chi. Va bunda A bandiga ko'ra sonlarni sinflarga ajrating deyilgan. Sonlarni sinflarga ajratish uchun biz albatta boyagidek jadval chizib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin o'sha xonalarga mana bu shaklda jadvalni tayyorlab oldik. Endi mana shuni ichiga sonlarni yozib chiqsak, o'zi sinflarga ajralib chiqadi. Misol 10 million birinchi sonimiz 10,487,488 487 va 10. Mana millionlar xonasida 10 turibdi, minglar xonasida 487 va birliklar xonasida 488. Xuddi shunday keyingi 324,900,044 ni yozamiz. 44 900 ming, minglar xonasida 900 va millionlar xonasida 324. 324,900,044. Keyingisi 90,384. 384 minglar xonasida nollar va millionlar xonasida 90. Va oxirgisi 9,738,000. Demak, birliklar xonasida uchala nima ham nollar. Minglar xonasida 737 38 738 va millionlar xonasida bitta 9 bor. Mana shunday. Mana shu tarzda sinflarga ajratib olishimiz mumkin. Keyingi B misoliga qaraymiz. Ifodalarning qiymatini hisoblang. Birliklar sinfining tagiga bitta chiziq, minglar sinfining tagiga ikkita chiziq, millionlar sinfining tagiga 3 ta chiziq chizamiz. Xo'p. 3800 ni 100 ga ko'paytirganimizda yaxlit sonlarga ko'paytirish nimasini eslaymiz. O'nliklarga 38 ni mana 38 ni yozamiz. Va endi nechta nol bo'lsa hammasini yozib chiqishimiz kerak. 4 ta nol bor. 380 ming. Keyingisi xuddi shunday 76 ni yozamiz va 4 ta nolni yozib qo'yamiz. 760 ming. Va 3-chi sonimiz xuddi shunday 3 ta 8 ni yozamiz va 4 ta nolni yozib qo'yamiz. 8,880,000. Endi birliklar sinfining tagiga bittadan chiziq chizishimiz kerak. Mana birliklar sinfiga, minglar sinfining tagiga ikkita chiziq chizamiz. 1 va 2. 1 va 2. 1 va 2. Endi millionlar sinfining tagiga 3 ta chiziq. 1 2 3 ta. Mana. Qolganida millionlar sinfi mavjud emas. Keyingi navbatdagi misolga o'tamiz. 12-misolimiz.
Aytyaptiki, Navoiyga Afroziya poyezdida tez yetib olish mumkin. Arzon chipta 146 ming so'm turadi, qimmat esa undan 136 ming so'm ortiq. Ikkita qimmat chipta uchun qancha to'lash kerak? Biz avval arzon chiptani narxini bildik. Yozaylik. Arzon chipta bir 146 ming so'm ekan. Qimmati esa chiptamiz undan 136 ming so'm ortiq deyapti. Demak, 146 mingga qo'shamiz 136 mingni 6 ga 6 12 beradilda. 4 ga 7 dildagi bilan 8 va 1 ga 1 2 va 3 dan nolni yozib qo'yamiz. 282 ming so'm ekan qimmat chiptamiz. Ikkita qimmat chipta uchun qancha to'lash kerak? Demak, qimmat chiptaning narxini bilamiz. 282 ming so'm va uni 2 ga ko'paytiramiz. 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. 4, 2 ni 8 ga ko'paytiramiz. 16 biri dilda, 2 ni 2 ko'paysa 4, dildagi 1 bilan bu 5 bo'ladi va 3 dan nolni yozib qo'yamiz. 564 ming so'm bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Kanalga obuna bo'lingizlar.